Karşıkası bittasida bor, bittasida yo'q, bittasida bunaqa mumkin emas. Kategoriya hech kim mumkin emas. Pul bo'lish kerak. Ya bu yaxshi emas ekan. Yaxshi emas. Men qaytib oldim gapimni o'chirib tashladim. 1 aprel sanasidan yurtimiz bo'ylab barcha yonilg'i quyish shoxobchalari, ya'ni zapravkalarda to'lovlar naqdsiz shaklda, faqat bank kartalari yoki elektron to'lov tizimlari orqali amalga oshiriladi. Xo'sh, ushbu yangi tizimdan yurtdoshlarimiz qanchalik xabardor? Buni birgalikda aniqlaymiz. 1 aprelda zapravkalarda naqd pul olinmasligidan xabaringiz bormi? Yo'q. Boya ko'rib qoluvdim-a, Instagramda. Bor. Bor, xabarim bor. Ha. Eshitdim. Да, с 1 апреля знаем, что будет по карточкам. Сейчас постараемся заправиться. Показан наличный расчет. Xabarim bor-a? Bor. Eshitdim. Xabarim bor. Ha, albatta bor. Ha, xabarim bor. Yo'q, endi eshitdim. Xabarim bor. Bor, ha, xabarim. Ha, xabarim bor. Sizga kartada to'lov qilish qulaymi yoki noqulaymi? Endi kartada pul bo'lsa, to'laveramiz. Bir xil naqd bo'lib qoladi. Endi naqd bo'lganda o'zingiz bilasiz endi. Nima qilamiz endi? Karta bilan удобно-ku. Pulni olib yurmaysiz shuncha, lishni kiramas, infeksiya tarqatmaysiz. Karta bilan удобно, конечно. Karta hamisha ham yonimda bo'lmagani uchun noqulay. Karta yo'q hozircha. Karta bo'lsa ham yaxshi menimcha. Bizga uni farqi yo'q, to'lov kilik, karta. Честно, разницы нету. Что по карте, что за наличку. Menga qulay. Endi kimlarda yo'q bo'lsa, sal qiynaladi, bilmadim men qanaqa bo'ladi. Qulay, lekin menga farqi yo'q. Endi mana bu bankomatga o'xshagan narsalar qo'yiladi deyapti, yoniga pul naqd u yoqqa to'lab, chekin olib kassaga beradigan qilinyapti ekan. Bu tomonlari ham qulay bo'laveradi. Qulay. Past kartada turadi har doim. Karta osonda tezroq bitadi ish. To'g'risi menga noqulay. Nima sababdan? Chunki naqd pul ko'rganyamiz. Qulay albatta. Chunki naqd pul ko'tarib yurmaymiz. Nima deydi, elektronniy bo'lsa, karta orqali to'lash qulay bo'ladi albatta hammaga. O'zi mana shu paytgacha kartada anaqa to'lov qilamiz. Bizga noqulaylik joyi yo'q. Noqulayroq bizga naqdda to'lash osonroq. Biz faqat ko'proq naqd pul ushlaymiz-da qo'limizga. Ya'ni kartamizda tursa bo'lmaydi. Haqiqa bir kishi plastik tashab berib u deydi. Bundan qo'lda tursa yaxshi. Naqd tursa. Noqulay. Nima sabab? Bilmadim, har doim ham kartada pul bo'lmaydi, boshqa bo'lmaydi. Kartada to'lov qilish qulay. Lekin noqulaylik taraflari ham bor-da. Endi kartangizga pul qolmasa, borib siz bankdan pul to'lashingiz kerak, chunki bankdan 5% to'lanadi. Bunaqa boya paynetchalardan foiz oladi. O'shan hisobiga sal noqulaylik joylari bor-da. Qulay. Pulni cho'ntakda olib yurmaysan-da. Qulay, kartam yonimga yuradi-da, qanaqa qulay. Demak, sizga kartada to'lov qilish qulay. Naqdiga yaxshi. Nima sababdan? Endi spokonyroq, kartochka yo'q, uni hozir topish kerak, u qilish kerak, bu qilish kerak. Pul bo'lish kerak baribir. Baribir pul bo'lish kerak. Iloji yo'q. Odamlar bir-biri bilan muomala qilish kerakmi? Nima bilan muomala qiladi? Karshkasi bittasida bor, bittasida yo'q, bittasida bunaqa mumkin emas. Kategoriya hech kim mumkin emas. Pul bo'lish kerak. Kartangiz bo'lmasa, kelasiz, naqd pul bilan keldingiz. Bizga sotish mumkin emas уже. Birinchisidan keyin mumkin emas. O'rtasiga naqd pul ekan. Buni sizga qo'lingizga beramiz. Buni olasiz, bankka borasan, bankomatga. Bankka borasiz, buni sifrasini to'ldirib, telefon nomeringiz, raqamingizni kiritasiz, keyin unga pul chiqasiz, buni to'ldirib beradi. Keyin bu yoqqa olib kelasiz, keyin yana bizga yechib oladi sizga. Qo'yib berishadi. Tushundingizmi? Buni keyin men buni sizga berib yuboramiz buni. Keyin passiyani mana shunda to'ldirib ana qilib yurasiz. Mana shunaqa kioskga kelasiz, shundan to'ldirib yana bizga qo'yib yurasiz. Ya bu yaxshi emas. Endi kimni o'zida plastikida bo'lsa, sizlar berib olib ketsa bo'ladi. Bu endi даже bir qapay mashinalar o'chirdan bo'lib ketadi, falakatda bo'ladi. Ya bu yaxshi emas ekan. Yaxshi emas. Men qaytib oldim gapimni o'chirib tashladim.